Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi, Davlat xavfsizlik xizmati va Kosonsoy tumani Ichki ishlar bo'limi tezkor xodimlari tomonidan hamkorlikda joriy yilning 20-yanvar kuni olib borilgan navbatdagi tezkor profilaktik tadbirlar davomida doimiy ravishda davlat chegarasini buzib, noqonuniy tovar boyliklar va odamlarni o'tkazish bilan shug'ullanib kelgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Ma'lum bo'lishicha, Kosonsoy tumani Abdurahmon Jomiy mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi shaxs shu tumanning Gulbog' va Chorbog' mahallalarida yashovchi 4 nafar tanishlari bilan Kosonsoy tumani Bohoriston mahalla fuqarolar yig'ini chegaradosh so'qmoq yo'li orqali Qirg'iziston Respublikasi bilan davlat chegarasini sim to'siq tortilgan qismidan noqonuniy ravishda chegarani buzib o'tadilar va Qirg'iziston Respublikasi Olaboqa tumani Baymoq ovulida yashovchi tanishini oldiga borib, u yerdagi qo'ylarni chegarani buzib olib o'tmoqchi bo'lishadi. O'zaro kelisha olmaganlardan so'ng qirg'iz fuqarosi qo'ylarni bermasligini aytib, ularni ertasiga, ya'ni 20-yanvar kuni qirg'iz-o'zbek chegarasining Kosonsoy tumani Rovot mahalla fuqarolar yig'ini hududi bilan chegaradosh qismiga olib boradi va ortiga qaytib ketadi. 5 nafar qonunbuzarlar o'zbek-qirg'iz davlat chegarasini sim to'siq tortilgan qismini noqonuniy ravishda kesib o'tib, Kosonsoy tumani Rovot mahalla fuqarolar yig'ini hududiga o'tgan vaqtlarda tezkor xodimlar va chegara harbiylari tomonidan qo'lga olinadilar. Mazkur holat bo'yicha Kosonsoy tumani Ichki ishlar bo'limi huzuridagi tergov bo'linmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 223-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.